Sizlar bilan Imron. Hozir sizlar like va obuna bosib turinglar. Men ungacha uy qidirib turaman. Hozir nechida uy qilsak bo'lar ekan? 6 bo'lsa 8 taraflarda odam yo'q ekanda. Odam borroq joylardan qilamiz. 3-4 da odam bo'lsa, men 5 qilsam, mana ikkita chetimda odam bor. Bundan ko'ra 2 qila qoling. Xo'sh, qanaqa joy qilsam bo'lar ekan? Ha, bu bo'lmaydi, bu bo'lmaydi. Bu ham bo'lmaydi. Bu sal g'alatiroqmi deyman. Mayli, mana shunaqa qura qoling. Men bilan bir xil qilib qo'yingman. Mayli. Endi ozgincha uyimda bo'laman desam ishonmanglar. Men ozgincha aylanib kelaman parklarni. Hozir endi mashina tanlayman. Ana parkka boraman de. Men qidirishimdan bo'lsa ham chiqadi, lekin mashinada borgim kelyapti. Menda boraymikan? Yo'q, men mashinada boraman. Orqaga. Mashinada ham yo'l bo'ladi. Mayli. Mashinadan o'tib yura qoling, mayli endi. Mana mashina kimniki ekan? Mayli, kimniki bo'lsa ham. Men mashinadan chiqib ketsak bo'ladi. Soat kechqurungi 11 dan 41 minut o'tibdi. Mayli, biz nechida uxlaymiz? 1-2da uxlaymiz endi. Tomonmidi, bu tomondanmidi? To'g'riga ketaman. O'ngga ham emas, chapga ham emas. Mana to'g'riga ketsanglar, yo'lni topasizlar. Shu o'ng tomon deydi shekil. Adashmagan bo'lsam. Taraf deydi. Hozir chap tarafga yuraman shekil. Ana. Ichkariga olib kirsa bo'larmikan? Bo'ladi shekil. Bo'lar. Hozir qayerga qo'yib qo'ysam bo'lar ekan? Mashinalarni qo'yadigan joy bormikan? Mayli, men tarafga olib kirib qo'yaman. Hech balo qilmaydi. Mana chetroqga qiya qilib qo'ysam, mashinani qoplab qo'ysam bo'ldi. Nima olish kerak? Hech kim yo'q ekan. 24 sekunddan keyin qanaqadir shumi. 5-qismda mashina chiqqanda yana qiz ashula aytib. Hech kim yo'q. Menam keta qolay, hech kim yo'q ekan. Bitta o'zim jinniga o'xshab yurmayman. Uni ustiga ertalab ham bu bo'ldi. Sal kechroq chiqamanmi degandim. Voy, endi hozir uyga boraymi? Yo'q.
Pajar. To'xta. Men telefon qilay. Manchi boyi unaqa emas edi. Militsiya ham ishlamaydi bu. Astag'firulloh. Militsiya ishlasa bo'ladi-yu. O'zim borib chaqirib kelaman. Kim bo'lsa ham. O't hozir yorilib ketsa-chi. Uyda yer qimirlamayotganmikan? Mashinani chetira ol. Yo'l o'rtasiga qo'ymasdan. Xudoga shukr, uyga ham kelib oldim. Endi hozir ozgincha uxlasam bo'ldi. Mandan qat ko'rinsa. Endi yotaman desa. Bilaman bilan o'yin qilyaptim. O'yin qilyaptim bilaman bilan. Bashiring bizama. Toffasam agar. Basharing qursin sanlar. O'yin qilyapgan. Shu tinchgina uyimda o'tirganimda shu ting'illatmasang bo'lardi. Titroga o'tiychi. Sekin kuzatsak. Hozir kichkina bo'laylik. Mana. Endi hozir militsiyaga ishga kiramiz. Endi bizga kerakli bo'ladigan narsa bu pistolet. Keyin bo'ldi, pistoletdan keyin boshqa narsa kerak emas. Boshqa narsa umuman kerak emas. Telefon ham kerak emas. Kerakli narsalar olish kerak. Keyin hamma oldida karta yurish kerak. Keyin bu kerak bo'ladi. Salom. Yaxshimisiz? Kiyimimni kiyaman mana. Ana. Endi militsiyaga o'xshadim. Qani bot biza ham kirib ketsak bo'ladi botga. Endi nima? Yo, astag'firullah. Men tushaman. Yo, qattiq keldi bu men. Men o'zimga tashab ketmoqchiman. O'zim yo'lim bor. Yetilmasmi? Nadir bo'lyapti. Qani kattalashaylikchi, kichkina bo'lishga qiyin bo'lyapti. Andan bo'lyaptimi? To'xtaylik, mashina qilaylik. Nima bo'lyapti? Mashtamas. Qoching. Bola bo'lyapti. Oy. Men yerdanmikan?
Ne bo'ldi o'zi? Portlab ketdi. Chiqarib tekshirish kerak. Portlagan ekan, qiziq. Ochilaysan-a. Kerak payda ochilmaydi bular. Nima bu sariq narsa? Endi basasan-a. Oh my god. Men portlab ketdim-a. Ancha bu kimdir portlatgan. Bu o'zidan o'zi portlamaydi. Ancha bu kim bor? Kim bo'lsa ham chiqsin bu yerdan qantiz. Sirpansin kim bo'lsa ham. Hech kim yo'q o'xshavotdi bir. Yoki atiratdan chiqmayapti kim bo'lsa ham. Qiziq. Esim chiqib ketibdi-ya. Qo'rqib ketdim. Aman bola qatdan kelib qoldi. Asabga tegib yotibdi. Nadir bo'ptimi deb kelmana. Undan ko'rasi uyimda uxlaymanman. Mana buni o'rniga telefon olish kerak. Telefon ham mana mashitda. Endi uyimga ketdim-ma. Hozir endi qarashni ochsam uyimda ham uxlaydigan kunlarim bor ekan-u. Shunaqa charchab ketdim 2 kundan beri uxlamasdan. Oy, ko'zlarim achishib, nima qilayotganimni o'zim ham bilmay yo'qolganman boru. Ketdim, uxlayman. Oy, astag'firullah, ko'chaga chiqib ketdimmi? Yetdimmi men sizlarga? Yo'qim kelib qoldi menimcha. Oy, ko'zlarim achishib ketyapti. Men yopilmayapti bu. Ana ochilib ketmaydim. Ana ochilib ketdi. Yana yopildi. Yana ochiladimi endi hozir? Fold. Ochilmaydi endi. Endi hozir ozgincha uyimda uxlab olishim kerak. Oy, antanglarda ham ovqat ham yegim kelmayapti. Hech narsa yemayman. Shunaqa charchadim. Yotadigan joy menimcha bu masjidamidi? Mana topdim. Kerasim qilib bo'lsa, mayli. Uyqularim kelib ketdi. Video shu joyda tugadi. 7-qismida ko'rishguncha hammaga xayr.